Braziliyalik siyosatchi prezidentlikka saylov mahalida agar men 500 ming odamni ovozini to'plab olsam, hatto Xudo ham meni prezidentlikdan chetlata olmaydi dedi. 500 ming ovozni to'pladi kishi. Ammo endi prezidentlikka tayinlanadigan kunlar vafot qildi. Qayerga qaytdi? Bu Allohning qahshatqich azoblariga qaytdi endi ekan. Alloh muhlat beradi, lekin tek qo'ymaydi hech kimga. Kazuza degan shoir, artist. Bular naql qilinganda gazetalarda ekan. Bir kuni sigaret chekdi. Mashhurlikdan toshib, ko'pirib ketgan edi. Hamma uni chapay Maradonani bildinglarmi ekan xudo qilishayotganini? Braziliya ahli. Maradona degan din chiqibdi ekan. Futbol qira olasida toyib, muammo yo'q. Din chiqibdi ekan Maradona degan. Uni ulug'lab xudo qilishyapti ekan.